Boshladik akalar, assalomu alaykum hammaga. Jizzax Osiyo chorva mol qo'y bozoriga nasib bo'lsa yana keldik. Mana sizga yana navozchi. Xo'sh, bugungi sanamizni eslatib o'tamiz. Bugun 18-may 2025-yil bo'ladi. Jizzax Osiyo chorva mol qo'y bozoridan narx-navolarni ko'rasizlar. Akalar, ozroqgina sabr qilasizlar. Qo'y bozoridan ham, mol bozoridan ham обязательно video bo'ladi. Biz buni montaj qilishimiz kerak, telefonimiz pamyat to'lib qoladi, vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun ozroqgina bir 3 soat, 4 soat raziyada chiqib qoladi. Bunisi ham o'shani bir hisob-kitobini olib qo'yasizlar, xudo xolasa. Xo'p, akam mana bu ikkita qo'shqo'shani olib turib, narxini so'raymiz. Akam nech pul bo'ldi? Assalomu alaykum. Voy, barakasini bersin. 33 ga ikkalasi bir joyda. 33 ga. Xo'sh, akalar boshlab olamiz. Qora aka, assalomu alaykum. Rahmat aka. Xo'sh, akalar boshlaymiz, xudo xolasa. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, tanish bilishga videoni jo'natinglar. To'g'risini aytsam, aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaranglar. Bitta podeshka qilasizlar, xudo xolasa. Like bosinglar, kommentda nima yozsalaring, hurmatli qilib, xudo xolasa o'zlaringni so'kinmasdan demoqchiman. Yozinglar, nima yozsalaringni, kanalimiz ozroq yana podeshkaga muhtoj. Sababi YouTube yana bir bizni proverka qilyapsan, hada video qo'yibsan. O'shani ukajon bir proverka qilib chiqaylik deyishibdi. Ko'ringlar, ham yordam qilsalaring, xudo xolasa xursand bo'lardik. Biz videolarni boshlaymiz. Birinchi bulardan bo'ladi, keyin objektlar ulardan video bo'ladi. Boshlaymiz. Xo'sh, an'anani buzmaymiz. Ona bolalardan birinchi bo'ladi har doimgidek, keyin qolganlariga o'tib boraveramiz. Assalomu alaykum akalar, hormanglar. Ena bolalar nech pul qilishibdi aka? 14 bilan 100 ming so'm. Bermaganingiz. Hay yashang. Nima ekan bolasi? Urg'ochi. Nechinchi tug'ishi buni? 5-chi tug'ish. 5-chi. Suti bormi? 8 litr. 8 litrgacha suti bor, ha? Ha, barakasini bersin. Nech pul qildi dedingiz? 14 bilan 100 ming so'm. 1400. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Akam charchamang. Qayerda moli? Ushtepaniki, charchamang, barakasini bersin. Tomosha qilamiz. Xudo xolasa aka. Yana qaytarib olganlar. Endi sal nari bersin, shu bersinlar-da. Akam, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Nechta so'rayapsiz? 22. Nechinchi tug'ish ekan? 5-chi bo'lasiz. Qancha suti bor ekan? 6 litr suti bor. 23 mi? 22. Bolasi novvoschi. Aka, rahmat, barakasini bersin. Assalomu alaykum akalar, hormanglar. Nech pul qilishyapti, bermayapti egasi. Akam sizning egasi 14,5. Nechinchi tug'ish ekan buni? 2-chi. Urg'ochi bolasi. Bolasi urg'ochi, ikkinchi. Qancha suti bor ekan? 6 ta ista. 14 midi? 14,5 ga berilmadi. Barakasini bersin akam. Bozorlaringiz bersin. Aka, assalomu alaykum. Hormangiz. Sog'laringiz yaxshimi? Urg'ochimi bu bolasi? Bolasi urg'och. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi. Nech pul qildi bermadingiz? Sotildimi o'zim aka? 13 ga bermayapti. Ha, 13 ga berilmayapti. Barakasini bersin. 13 ga berilmayotgan joyida. Aka, qancha suti bor? 4 litr suti. 4 litrgacha suti bor, ha? Ertaga-kecha. Barakasini bersin akam. Barakasini bersin. Sizlarga ko'proq bolasi novvoshidan ko'rsatishga harakat qilaman ekan. Mana sizga bittasi. Assalomu alaykum, hormanglar. Aka, novvoschi ham bolasi? Qaysi bir onasi? Bu, ha? Nechinchi tug'ishi? Birinchisimi, ikkinchisimi? Ikkinchisi. Qancha suti bor? 5 ta. Nech pul qilyapti ina bolani? Endi nech pul so'raysan aka? Hozir buga tushunmadim. Desli bular desam 25 so'm. Arzon so'rayapti-ku. Ikkalan so'rayapman men. Ikkovi bu 25, bu 20. Ha, shunday. Ha, ona bola 20 akalar. Bolasi novvoschi, ona bola 20. Bunisi 25 ekan. Bunisi nechinchi tug'ishi? Bunisi 3-chi, bolasi novvoschi. 25 ga 20 indigalar so'rab turibdi, hali savdo bo'lgan yo'q unaqa. Barakasini bersin. Amaki nima bo'ldi? Nimaga kelishdingiz? 14,5 ga. Ha, barakasini bersin. Barakasini bersin akam. Charchamang. Barakasini beraversin. Akam, assalomu alaykum. Nechinchi tug'ishi buni? Charchamadingizmi? Buni 4-chi bola. 4-chi, novvoschi, ha? 3-chisi. Qancha suti bor?
Sog'ilmagan bu shunday yemi. Ha, dalada yurgan payda. Nechta so'rashyapti? 18,5 ga akalar berilmagan joyda. Bolasini ovozchi. Barakasini bersin aka. Xo'sh, mana uni yakka. Aka, yakka o'zi chiqdimi buni? Assalomu alaykum. Bolasimi o'rnida? Qo'shmagani. Nechta tuqqan bu? Bilmadim men egasini, keklarimiz. Mana akammi? Bo'ldi, rahmat. Aka, assalomu alaykum. Siz ko'rsatmayman. Qanchaga qildi so'radi. Ya, keklar aka qo'ying, naqami, unga boqamay. Men ushlashib kelganman aka. Voy, egasi kim dedingiz hozir? Mana qora to'plik. Amakijon, bu necha marta tuqqan ekan? Assalomu alaykum. Bu 2 tuqqan. 2 tuqqan. Hozir qornida bolasi yo'qmi? Qo'shmaganmi? Yo'q, qo'shmagan. Nechta so'rayapsiz? Nechta so'radi? 22 deyapmiz. 22? Bozor nechta qildi? 15-16 qilyapti. 15-16, barakasini bersin. Bozor 15-16. Rahmat. Amakijonlar bu kimdan ekan? Xabarlaring yo'qmi? Assalomu alaykum. Xo'sh, ona bola, voy, mana nega qaranglar kattani. Mana bu kattani qaranglar. Mana sizga ona bola. Amakijon, assalomu alaykum. O'rmanglar. Yaxshimisiz? Sog'ligi yaxshimi? Nechta so'radi buni? Savdo qilgan yo'q. Endi keldingiz. Ha, yashang. Bolasini ovozchamidi? Bolasini ovozchami? Bu nima o'zimizni anaqami? Urg'och joylarimi yo? Semental aralash, ha? Bolasi urg'och ekan akalar. Semental aralash, bolasi urg'och. Qancha suti bor? Mana bizga tayyorlayapti 10 litr suti. 10 litr. Bundan tashqariga. Akalar, bolasidan tashqari 10 litr suti bor. Narxini qancha so'rayapsiz? Qancha so'rayapsiz? 30 kami bor. 30 kami bor. Barakasi. 4-bolasi mana. 4-bolasi. Barakasini bersin. 30 million kami bor, 4-bolasi. Amak rahmat, charchamang. Bor baraka, ustoz bering, bor baraka. 18,5 million so'm birovga sanoqdan ketmaysiz, bor baraka. Ustoz bering. Bering. Bir davlatingizni bir chekkasini so'radi, rozi bo'lib bering, bor baraka. Bor baraka. Bering, meni mehnat qilib qolmang. Xudo xolasa. Bor baraka, rozi bo'lib bering, bor baraka. Menga 500 ming bo'lsa shunday berib ketaman. Kimga bo'lsa. Bor baraka, rozi bo'lib bering, ustoz. Ustoz bering. Barakani ayting, bor baraka. Sen uchun berdim deng. Mayli, sen uchun maylani olib beraymi? Mayli, ketirib bering. Borda men uchun. Yo, ustoz bering. Sizni chamangizni ikkitasi solib qo'ydim, men shunga sotay. Xudo xolasa, ziyati bilan sotasan. Yo, ustoz. Sotasan. So'radi. Aka nechta so'radingiz? Assalomu alaykum. 18,5 million so'm. 18,5. Mana necha so'g'ish ekan buni? Ikkinchi bola. Ikkinchi urg'ochimi, ho'kizchami? Ho'kizcha. 18,5 million bolasi ho'kizcha. Ustoz bering. Sizga ona bolalar. Xo'sh, savdo bo'lgan shu bu tarafga qarab keldik. Mana shu akamda ham yaxshi ikkita sigirlarni ko'rdim. Akam, assalomu alaykum. Savdolar yaxshi. Charchamadingizmi? Tinchmisiz? Bu buniki bo'lsa kerak, ha? Ha, UK. Nima? Urg'ochi erkak. Aha. Xo'p, bunisi erkak akalar, bunisi urg'och, bittasiga erkak, bittasiga urg'ochi. Aka, bu nechi tug'ishdi buni? 4-chi ikoy ham. Bo'ldi. Qancha suti bor ekan? 7 ta suti bor. Nechta so'radi buni? 19 bilan 16 ming so'radi. 19 ga 16, ha? 19 ga 16. Bunisi urg'ochi. Buni ham 4-chi tug'ishi. Aka, nima bo'ldi? Ketdimi? Sotildimi? Xabaringiz yo'q narxidan ham. Ha, barakasini bersin. Charchamayman aka. Assalomu alaykum. Aka, charchamadingizmi? Savollar yaxshi. Nechta tug'ishi buni? 4-bola. 4-bolasi. Urg'ochimi bola? Bolasi urg'ochi. Nechta so'rayapti? 16,5. 16,5 bermadingiz. Ha, barakasini bersin. 16,5 ga berilmaydi. Qancha suti bor? 6 litr, 7 litr. 6 ta. Rahmat akam, charchamang. 6 ta. Aka, nechta qildi? Assalomu alaykum. Savollar yaxshimi? Bunimi? Buni bozor
17 xil. Ana bu pastroq sigirlardan ekanda, ana yosh kelinchalarga yaxshi ekanda bu. Xo'p, nechinchi tug'ish dedingiz? 3-chi tug'ish. Bolasi urg'ochimi? Erkak. Bolasi erkak. 3-chi tug'ish nech pul qildi? 17. Bermadingiz. Ha, barakasini bersin akam. 17 million. Aka, assalomu alaykum. Hurmatlar. Narxini kimdan eshitamiz? Sizdanmi, akadanmi? Sizdan nech pul qildi bozor? Bozorga endi keldi. Endi keldingiz. Nechinchi tug'ishi? 5-chi. 5-chi. Bolasi nima? Bolasi qizcha. Suti bormi? Qancha suti bor? 16-17. Nech pul so'rab turibsiz o'zingiz? 35 yapsiz. 35. Barakasi bor, ha? Xayri bor, xudo xolasa. Bo'ldi. Barakasini bersin. 35 million ana sizlarga akalar. Kami bor, o'tib berayotgan joyi bor. Hali bozor hech kim so'ramagan. Amaki, assalomu alaykum. Nech pul so'rayapti buni? 15 million. 15 million debdilar-ku. 19 million. 15 million dedilar-ku. 15 million qilyapti. Ha, amaki, nima urg'ochi qizcha? Urg'ochi nechinchi tug'ishi? 3-chi tug'ish. Barakasini bersin. 3-chi tug'ishi. Uzr amakijon, 15 millionga berilmagan joyidan. Egasi kim ekan akam? Savdo bo'lyaptimi? Hozir. Ukajon, nechinchi tug'ishi buni? Ikkinchisimi ekan? Urg'ochami bolasi? Bolasi erkak, ikkinchi tug'ishi. Hozir bu yerda savdosi bo'ladi. Bu yerda savdosi bo'lyapti, uni bitta so'rab ketamiz. Amakalar, uzr, nech pul qildingiz bermayaptilar? 16,5. 16,5. 16 qilgan ekan, 500 qo'ydim. 500 qo'shingiz bir to'lasiga. Ha, bo'ldi. 16,5 ga berilmayapti. Yo'q, aka, urush aking. Ha. Barakasini bersin. Aka, nimaga bitta? Buzarning nuqtasini ol. Nimaga bitta amakijon, assalomu alaykum. Naysiz? Nimaga bitta ishi? 15 ga bitta. 15 millionga. Nechinchi tug'ishi ekan buni? Birinchisi. Qancha suti bor buni? Buni 6 litr suti bor. Urg'ochi ham bolasi? Bolasi erkak. Bolasi erkak. Qanchaga dedingiz? 15. 15 million. Barakasini bersin, barakasini bersin. Sen ham salomat bo'l. Bolasi navoscha. Assalomu alaykum, Hurmat akam. Charchamadingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nechinchi tug'ishi bo'ladi? Bunisi 4-chi, bunisi 3-chi. Uchinchisi, bunisi 4-chi. Nima bo'lalari? Bo'lachasi ikkovi ham navas. Ikkovi ham navoscha, ha? Qancha suti bor buni onasini? 8 litr. 8 litr suti bor, ha? Yeb ichishga xudo xolasa hammasi yo'q. Nech pul so'ra? Bozor 22 million. 22 qilib bermadingiz. Ana 22 millionga akalar navoschasi bilan berilmagan joydan. Bunisi-nikichi? Bunisi ham navas, bunisi 4 litr suti bor. Qancha qildi buni? Buni 16,5 qildi. Bunisini 16,5 qildi. Barakasini bersin. Charchamang. Bunisi nech pul qildi akam? 17,5. Birinchi tug'ishi, nechinchi tug'ishi buni? Ikkinchi tug'ishi. Bolasi navvascha. Nech pul qildi? 22,5? Ha, 17,5 ha, bo'ldi. 17,5 ga bunisi berilmagan. Rahmat, charchamang. Xo'sh, akalar, ena bola nima qilamiz? Ena bola tugatamiz yo yana bitta ikkita qilaylikmi? 10 minut, 11 minut video bo'libdi o'zi ona bolalardan. Assalomu alaykum akam. Aka, yakka o'zi savdo bo'lyaptimi? Nech pul qildingiz bermayaptilar? Unisini 200 dedim. 13,2. Qorda yo'qmi ekan? Barakasini bersin. Necha marta tuqqan ekan aka taxmin? Esa? Bir marta. Barakasini bersin. Charchamanglar. Bir marta tuqqan, hozir qornida bolasi yo'q, shu turishi. Aka nech pulga bitta aka? Aka nech pulga bitta? 12 million to'ri. Yakka o'zimi? Suti bormi ekan? Yo'q, suti bormi ekan? 12 million to'ri. 12 million 400. Xo'sh, otlarga o'tamiz akalar, menimcha ena bolalar bo'ldi. Assalomu alaykum akalar, hormanglar. Amakijon, assalomu alaykum. Sizdanmi bular? Yo'q. Ot o'zini narxini aytib qo'ying. Qiziqqanlar bor-da, endi narxini. Qo'yinglar. Voy, pulini aytasiz, bo'ldi, sizni ko'rsatmayman, mana amakijon. 10 million 15 million bo'ldi. Barakasi bersin amakijon. Mana shu shuni o'tib olay. Yashang amakijon, assalomu alaykum. Baribir ana tushunganlar yaxshi-da. Mayli, endi hamma har xil kechiramiz. Ozod Norbek Qidirasiz YouTube'da. Nima bo'lyapti bu? Kimdan egasi? Yo, o'qimadingizmi? Egasi ana. O'qimadingizmi? Yo'q, biz o'qimadik. Aka egasizmi? Nech pul qildi buni?
Haliqiga yo'q. Nechta so'rayapsiz? 22 so'rayapti. 22. Necha yosh bu? 2 yosh. 2 yosh, ha? Turyapti. Qayerdaki bu? Ot. Ot qayerdaki? Forish qarabdor. Forish qarabdor. Voy, voy. Bu yoqdan olib keldingiz. Ha, shu yerda turadi. Ha, shu yerda turadi, ha? Hali kim so'rama. Mabodoga agar xohlasangiz, majbur emas. Nomeringizni qoldirsangiz qoldiramiz. So'raganlar qiziqarli bo'lsa telefon qilib ko'rsa, kelishasiz, sotasiz. Xo'sh, akalar, Forish Qarabdolda 2 yoshdan 3 yoshga o'tibdi otimiz. Yana hozir egasidan nomerlarini olamiz. 93lik 440 0653 akalar bekor ishlab yuribdi, qilmaysizlar. Aka, rahmat, charchamang. Qorabdolda o'zi bekor akalar yo'qda, hammasi bilaman akalar qanaqa akalar. Aka, charchamanglar. Ana bu Qorabdolda agar bilsalaring akalar, faqat katta ichki ishlarda faqat katta joyda ishlaydigan akalar bular. Xo'sh. Akam qaysi sotildi? Assalomu alaykum. Oldigan, bo'ldi akam, uzr ham bo'ldi aka, charchamang. Burisi kimdan ekan, amakijon? Sotildimi? 19 millionga. Barakasini bersin. Hozirgi-ku. Ha, bo'ldi. 19 ga ishi bitibdi. Mana bolasi. Barakasini bersin. Barakasini beraversa hammasini. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham. Akam bugun qanday bozor? Narx-navo, arzon, qimmat? O'rtacha aka. O'rta, barakasini bersin. Xo'sh, bitta akamiz ketdi, narxini o'rta dedilar. Menimcha, ena bolalar bo'ldi qilamiz akalar. Endi yosh navvoslardan ketadi video. Assalomu alaykum. Akajon, charchamayapsizmi? Sog'lashib ikalasizmi sizlar? Navvoschi ham ikalasi ham? Ikalasi ham navvoschi. Nech pul qildi? Ikalasi bir joyda 25 qildi. 211 joyda 25. Bermadingiz. Bermadik. Ana sizga ikalasi bir joyda 25. Katta aka, nechta bor sizda? Bu. Assalomu alaykum. Sho'ngizga o'tib aka. Charchamadingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nechta qildi bular? Ho'kizchami cholasi ham? Ha, hali savdo bo'lmadi. Endi keldingiz. Ha. Voy, shu men yoz bo'lsa sal vaqtliroq boshladirdim. Baribir o'sha 6-7 ga borar ekanda bozor, ha? Bular nasib qilgan vaqti bo'ladi-da. Ha, shunday. Nech pul debsiz o'zingiz so'raganingiz. Bular 9 dan deyapman. Ikkalasi 9 dan. Ha, bularni 7,5. Bunisi 7,5. Barakasini bersin akam. Navvoscha 9, bunisi 7,5. Rahmat aka. Aka nech pul bo'ldi? Navvoschamidi bu? Navvoscha urg'ochimi? Navvoscha 7,5 million. 7,5 million. Assalomu alaykum akalar, qo'rmanglar. Qaysi savdosi bo'lyapti akam? Ikkita kattanimi? Nech pul bir joyda? 24 million 500. Bermayapsiz? Yo'q. Barakasini bersin. 24 million 500 mingga mana bu ikkita buzovcha berilmayapti. Endi egasini ham chamasi shu 25. Egasini chamasi shu. Barakasini beraversin. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham. Akam nech pul qildi buni? Assalomu alaykum. 11 million. Bermadingiz. Ha, barakasini bersin. 11 million. Bu necha oylik taxminan? 8 oylik buzov. 8 oylik buzovchi. Rahmat aka. Ko'zing yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Nech pul qildi buni? 12 qilyapti. 12 qilyapti. Bermayapsizlar. Barakasini bersin. 1 yoshga to'ldimi? 1 yoshga to'ldimi? 1 yoshga to'ldi. Rahmat, charchamang. Aka, menga qarang. Ustida bo'lsa aka. Aka, ismingizni Qaysi bir aka? Nech pulga bermayaptilar? 6 millionga. Bozor tushib ketdi hozir. Barakasini bersin. Yaxshi bo'l. 8 million xo'ja aka mana men olib aytaveraman 8 Odamlar ham orqadan beradi. 6 million. Qanchaga qilyapti? 6 million 8 mi? 8. Ha, yo'q, akalar 8 qilishyapti ekan, 6 million akam. Hazillashibdilar. Ana sizga. Egasini o'zidan so'radik. Mana shu molimiz 8 millionga so'yildi buzovchi. Aka necha oylik taxminan? 6-7 oylik bu. 7 oylik bu. Barakasini bersin. Xo'sh, yosh-yoshlardan asta kattalarga o'tib o'raveramiz. Aka nech pul so'rashyapti? Assalomu alaykum, Jasur aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Siznikimi? Nech pul qildi? 13. Bermayapsizlar. Ha, barakasini bersin. Bu 1 yoshdan o'tdi, ha? Barakasini bersin. Ana sizga. Rahmat.
Xo'sh, mana shu tarafga o'tib olamiz. Bozorni bir ko'rsataylik, ha. Xo'sh, Jizzax Osiyo Sho'ro bozorini ko'ryapsizlar akalar. Akam, assalomu alaykum. Nech pul qilishni bermadingiz? 11.5 ga. 7-8 oylik bor, ha? 7-8 oylik hali yoshga to'lmagan. Barakasini bersin. Aka nech pul qildi buni? Assalomu alaykum. Hali so'ramadimmi? Nech pul so'rayapsiz? 10 million bergan. 10 dan barakasi bor, ha? 10 dan akalar, xayr, barakasi bor. Barakasini bersin. Akam, assalomu alaykum, hormanglar. To'rttami? Voy, buncha mazza. Nech puldan qilishdi? Realni aytgani, oshirib aytmay, yoki kamaytirib aytmay. 11, 11.2, ha? Quyuq-suyuq ichida. Bir joydan olasiz 11 dan bo'lsa beraverar ekansiz-da. Ha, endi bo'ldi. Asosda boshlayapti-ku. Barakasini bersin akam. 11.5 dan chama. Barakasini bersin aka. Xo'sh, qaranglar akalar, 11, 11.2 dan so'rashgan. Eğer hisob kitobda olaversa, hali bular ham buzovchi akalar, 8 oylik, 9 oylik. Aka rahmat, barakasini bersin. Aka nech pul so'rashdi buni? Assalomu alaykum. 10.5. Barakasini bersin. 1 yoshga to'ldimi bu? Ha, 1 yoshdan salgina o'tdi. Bo'ylaring hali birga bormaydi bular. 1 metr chiqar ekan akalar, uzr ham 1 metr chiqadi. 1 metr bor. Barakasini bersin. Xo'sh, egasi kim ekan? Mana bunisidan qaranglar. Aka nech pul so'rashdi? Assalomu alaykum. 12 million. Barakasini bersin. 12 million. Buni egasi kim aka? Savdo bo'lyaptimi? Xo'p, akalar, mana bu ikkalasi savdosi bor, hozir bir so'rab o'tiramiz. Akalar, assalomu alaykum. Uzr, ikkalasi bitta joyda bo'lyaptimi? Nech pulga? 23 million. Bermayaptilar. Olarmonsizmi, sotarmonmi? Olarmonsiz, ha? Siz sotarmon. Barakasini bersin akam. Bering ayting. Beraverasizmi? Hali bormi yo'q? Hali bor. 23 ga akalar mana bu ko'p berilmayapti. 1 yoshdan o'tgan, bo'ylari birdan ziyod ular ham. Barakasini beraversin. Aka, assalomu alaykum. Nech pul qilishdi? Endi keldingiz. Nech pul so'rayapsiz o'zingiz? 14 dan. Ha, 14. Barakasini bersin akam. 14, 13. Hisob kitobda olaversa, hali bozor so'ramagan akam o'zlari narxi bu. O'zlari so'rab turgan narx. Aka, assalomu alaykum. Bormi, yaxshimisiz? Nech pul so'rashdi? 10 so'radi. 10. Bermadingiz. Barakasini bersin. Akalar, narx aka. Siz sotarmonmi gapirmang. Olarmon bo'lsangiz, mabodo. Narx qanday bugun? Yaxshi. Adashmasam, o'tgan 2 bozor oldimmi? 12 million, 13 million ko'rdim mana shundaylar. Bo'ylari bir bor, 1 yoshdan o'tgan bu aka. Yo, hali bormi 1 yoshga? 1 yoshga hali to'lmagan. Barakasini bersin aka. Akalar, assalomu alaykum. Ha, shu o'rtaga turib olay, ikkovini bittada ko'rsatamiz. Hasan Husanlan bo'lar, ikkalasi bir xil ekan. Shunaqa bajara. Nech pul qilishdi aka? 26 qilishdi. Bir joyda, ikkalasi bir joyda 26 million. Bo'ylari mana uniki 1.10, bunisi birdan sal ziyodroq. Aka, rahmat, barakasini bersin. Ana sizlarga narxlar tushgan akalar. Asosda o'zimiz o'rta obi-tobini oldik. Narx qancha qildi ekan? Buni 13.8 so'raydi. 13.8 bermadingiz. Bunisi 13 million. 13 million. Bo'ylarni qo'yinglar, bo'ylari 1.10, 1.15 atrofi bor. Hisob-kitobi plus minusi bilan. Aka, rahmat, barakasini bersin. Yemlangan navvoschalar. Baraka bo'lsa bering, o'ynab ko'ring. Bo'l barakada bering oling. Bosing ham aka, assalomu alaykum. Bormaylar aka? Qancha qildi? Qaysi bilan savdo qilyapti? Ikkalasi. Qanchada bir joyda? 27 million so'raydi. 27 million so'rayapman. 27,5 bo'lsa olmaydi. Tamam. Barakasini bersin. Qaranglar akalar, mana bu bilan nariga 27 so'rashyapti. 27,5 bo'lsa beraman debdilar. O'zi menimcha ozmoz chamasi chiqib qoldi bular. Barakasini bersin aka. Ukajon nech pul qildi? Assalomu alaykum. 13 million 200 qildi. 13.2 bermadilaring. Do'shagan o'g'lim. Do'shagan o'g'lim. Qani do'shagan o'zi? Do'shagan o'g'lim 17 turibdi. 17. Do'nish aka. Uylar bir Birovni bu. Ha, bo'ldi, barakasini. Faqat shumi? O'qiganlaring boshqa yo'qmi? Hozir bu bittami? Navoscha kattasidan. 15 millionlik bu. Ha, bo'ldi. Barakasini bersin, o'tamiz hozir. Bo'ldi, xudo xolasa. Akajonlar, assalomu alaykum aka. Savollar yaxshi, nech pul qilishdi? 12. Bermadingiz. Barakasini bersin, bo'yib 1 metrdan sal nari beri bu. 1,5 yoshga to'ldimi bu?
Bir yosh, ha? Barakasini bersin aka. Barakasini bersin. Voy, sotilganlari yo'qmikan, sotilganlari akalar kim olibdi buni? Xabarlari yo'qmi? Assalomu alaykum. Xabaringiz yo'qmi narxida? 29,5 bo'ldi aka. Bir joyda. Ha, bir joyda. Mana sizga. Siz oldingizmi, kim oldi? Siz oldingiz. 29,5 millionga qaranglar. Xo'sh, bo'yi qancha? 1.10 bormi? Ha, chiqib qoladi. 1.10 chiqib qoladi. Qayerga yetadi bu? Inglizga. Beklargami? Taraqliga, ha? Nima deysiz bugun narx-navoni? Arzon, qimmat? Bo'ladi. Puli bor odamga qimmat emas, puli yo'q odamga qimmat. Ya endi puli bor odam ham shu pul olmayotgandir. Prosta savdosi bo'ladi, to'g'ri, savdolashga bog'liq bu bir. Demoqchi bo'lganim, o'tgan bozorlar, aka mana shundaylardi. Ya bundan emas, bundan ham kichkinalarda borki, 15 million, 17 millionga bermaydi unda odamlar. Ha, bozor Naqsab tashlaganmi? Ha, bo'ldi. Barakasini bersin. Bursi nima bo'libdi ekan, Havorizom aka? Charchamanglar, rahmat. Akalar, assalomu alaykum. Qaysi sotildi? Iloji bormi? Mana ikkitasidan bittasimi? Yo'q, orqadaymi? Nechga ketdi? 13,600. 13.6. Barakasini bersin. Ha, ana shu akalar qizil 13.6 ga ketgan. O'tda deydi. Xo'p, mana buni ham bir ko'rsatib qo'yamizmi? Akam, assalomu alaykum. O'rmanglar. Yaxshimisiz, sizdanmi? Sog'lik, yaxshim. Qayerda mollari-mi? Kuyovoshdiki. Nima bana o'zimiz jaydarmi yo simentalmi? Shvedmi? Shved ekan akalar. Endi ozroq ham parodasini adashtirib qo'ysam so'kmaysizlar aka. Ana sizga. Aka, necha yoshga to'ldi bular? 1 yoshdan o'tdi. 1 yoshdan o'tdi. Ikkilasi bir xil. Hasan Husanlarmi deyman, ha? Hasan Husan. Yashang. Bo'yi qancha? Bo'yi 1.30 samadashmaymanmi? Akam, bo'yini necha berasiz? 1.30 bor, ha? Necha pul qilishdi bir joyda? Endi keldingizmi? So'radimi kimdir? Necha pul so'raysiz o'zingiz? O'zingiz necha pul so'rayapsiz o'zingiz? Qancha so'rayapsiz? Ya, 25 dan, ha, bo'ldi. Ikkalasi akalar 25 dan har biri 50 million bo'ladi. Hisob-kitobda olarasizlar. Rahmat aka, barakasini bersin. Xo'sh, novosiyalardan ham ko'rsataveramiz. Kimdan ekan bu aka? Assalomu alaykum. Necha pul qilishdi? 15,5. Barakasini bersin. 15,5 bo'ylari 1.30 chamasi bor akalar, plyus minus hisobini olaverasizlar. Aka necha pul qildi buni? Assalomu alaykum. Ikkovi bitta joydan? Bo'ldi, akam bilan gaplashaman unda. Akam, assalomu alaykum. O'zingizni ko'rsatmayman. Charchamadingizmi? Necha pul qilishdi? 14dan qilishdi. 14dan bir joyda bermadingiz. Barakasini bersin aka. Bo'yini 1.20, 1.15 samadashmayman. 15 chiqib qoladi. 1.15 nari ber akalar, hisob kitobi bor. Barakasini bersin aka. Rahmat. Xo'sh. Bittaga aytdim, bo'lishadi. Navoslar tugatamizda primoy urg'ochilarga o'tib akalar keyin kattalar bilan bitta aylanib kelamiz. Rozimisizlar? Aka, rahmat. Necha pul qilishdi, aka? Assalomu alaykum. Necha pul qilishdi? Endi so'ra, keldingizmi? Ha, egasi kelish kerak. Barakasini bersin. Nima bo'lyapti? Yo, o'zlaringiz ko'rsatmayman, qarang. Bemalol gaplashavering, o'zlaringiz ko'rsatmayman. Nima gap aka? Nima bo'lyapti? Necha pul qildi akam? Assalomu alaykum. Bir joyda 22. Qaysi ana ikkovimi? 22 million. 22. Men ham ko'rsataver, odamlar ko'rib tanisin nima? Tanisinmi axir? Qayerdansan aka? Ravatdanman. Ravatdan. Nima bo'lyapti narx-navo bugungi? 22 million. Ya, buni qo'yavering. Obsh narx-navo nima bugun? Normalni. Ko'tarilgan tushganmi? O'rta. Bor. Kecha haftadan sal tushgan ekan. 2 haftadan beri sal tushyapti. Bitta akam aytdi, sal haliyan tushadi deb. Akam, bo'lsin 22,5 mi? 22 ni o'zimi? 22 million so'm. 22 million so'm akalar, ikkisi novoscha. Mana bittasini bo'yi 1.20 bor, unisi kichkinaroq. Aka, rahmat, barakasini bersin. Charchamanglar. Qanday? Yo'qdan. Ha, bo'ldi. Keyin o'tamiz unda oldilarga. Ammo akajon necha pul so'radi ekan, Havorizom? 30. Xo'p, 15 akalar ikkalasi bir joyda 30. Narx-navo ana sizga menimcha ancha tushib qolgan akalar. Zo'kirandan bo'ling. Assalomu alaykum. Sog'lik, yaxshimi? Charchamadingizmi? Tinchmisiz? Uzorom aka. Yuravering. Xo'sh, kichkinalardan ham urib ketamiz yo'llarga. Assalomu alaykum. Necha pul qildi buniki? Amakijon necha pul qilishdi? Assalomu. 13 million bermadingiz. Barakasini bersin. 13 millionga berilmabdi. Bombani ham mana bosib ketyapmiz akalar, bitta. Hey! Urg'ochilarga o'tdik akalar, urg'ochilarni davom etamiz. Akam, assalomu alaykum. Necha pul so'rashdi? 11,5. Tug'maganmi, qochmaganmi? Hali qiz bo'lami hali? Barakasini bersin akam. Aka, sizdan guli necha pul so'radi buni? Assalomu alaykum. Necha pul? 10 million 200. Bir marta tuqqanmi bu? Yo'q. Tug'magan, ha? Ha, qochmagan hammi?
barakasini bersin. 10 million 200 qaranglar. Bular taxminan 120, 130 da bor taxmin. Barakasini bersin akam. Aka assalomu alaykum. 3 ta sizda. Voy. Bitta necha 2. Xudo xolasa. Nima bo'ldi? Ish bilan qilishdi aka? Ikkalasini 21 million, mana uni 8,5 million. 8,5 million, 21,5, 8,5. Ha, 21. Xo'sh, mana uni bo'yi sal kattaroq ekan. To'rtta bo'g'az, ha? Nechinchi tug'ishi xudo xolasa bo'ladi? Birinchi tug'ishi bo'ladi, ha? Choy to'roylik bor bolasi. Barakasini bersin akam. Zo'r bo'libdi. Mana shu shuni o'tib ketib qolay aka. Rahmat. Aka nish pul qilishdi buni aka. Akam nish pul qilishdi buni. Assalomu alaykum. Nish pul qilishdi deyman. 9 million. Qo'shib tug'magan bu hali. Yo'q, hali tug'magan. Qaranglar, hali qo'shmagan, tug'magan 9 million so'm. Barakasini bersin. Bo'ylari 1 metr atrofi bor. Baland tepaga chiqib qolganmiz akalar. Tepani bir ko'rsatamizmi? Mana shu tarafdan urg'ochilardan ketamiz xudo xolasa. Boshladik. Akam assalomu alaykum. Urg'ochimidi bu? Urg'ochi. Charchamadingiz, tug'magan, qo'shmagan. Yashang. Nech pul qilishdi? 10 million 250. 10 million 250 bermadingiz. Bormi hozirroq? Bor hozir. Qancha bo'lsa shu bitadi? 500 mi? Teparoq. 500 dan ham sal teparoq, ha? Barakasini bersin akam. Sog' bo'ling. Salomat bo'lasiz. Amakijon nech pul so'rashdi buni? Assalomu alaykum. Nima deysiz? 11,5, ha? Qo'shmaganmi, tug'maganmi? Umuman, hala. Yashang. Bo'ylari qancha? Bo'ylari ham bir 10 dan yo'troq bor ekan, ha? Nech pul qildi dedingiz? 11,5. Barakasini bersin. Aka nech pul qilishdi buni? Assalomu alaykum. 10 million 200, ha? Barakasini bersin. Qo'shmagan, tug'magan. Qo'shmagan, tug'magan 10 million 200 yemlangan akalar e'tibor. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Shuni o'tib o'ling. Akam assalomu alaykum. So'ramadim buni? So'radik, ha? Bunaqasi bitta aylanib kelgan akam. Rahmat. Barakasini bersin. Aka ikkita ekan sizda. Assalomu alaykum. Sog'laringiz yaxshimi? Tug'maganmi ikkalasi ham? Qo'shmaganmi? Qayerda moli? Qani Somchaqon atrofida. G'anaxon, bo'ldi. Prospektda, tushunarli. Adashmasam ko'tarmaydi. Aka, nech pul qilishdi buni? Buni sariqda 12 qilyapti. Sariqda 12. 11 so'raydi. Buni 11. Kallasi oqda 11, tushunarli ekan. Bo'ylari 110, 120 atrofi bor, ha, chama hisob kitobi. Barakasini bersin akam. Uyda to'rtta yemib turibdi. Rahmat aka. Xo'sh, mana shu yerdan o'tib keta qolamiz. Aka, uzr. Aka, assalomu alaykum. Nechta bor sizda? 3 tami, 2 tami? Ya, sizlarni ko'rsatmayman akalar. Bemalol hangamani bosa o'ylar. Nech pul qilishdi aka? 10,5 ga 8. 10,5 ga 8. Barakasini bersin. Aka, bunisini-chi? Bu ham 8, ha? Rahmat aka, charchamaylar. Rahmat. Xudo xolasa akam. Assalomu alaykum aka. Hormay, nech pul qilishdi buni? 10,5. Tug'magan-a? Yo tuqqan bir marta. Xo'p, 10,5 akalar hali tug'magan. Bo'ylari taxminan 110, 120 atrofi bor. Aka, barakasini bersin. YouTube'ga Ozod Norbek qidirasiz. Akam assalomu alaykum. Uzr, sog'laringiz yaxshimi? Nech pul qilishdi bular? 12. 12 million. Ikkalasi 12 dan. Shunaqami? Yo, mana sizda ikkitami, bittami? Ha, bitta mana bu. Ha, bor, arqon ikkita ko'rindi-da. Aka, dalada yurganmi? Dalada yurgan, ha? Qo'shmaganmi? Barakasini bersin. 12 dedingizmi? Bo'ylari lekin akalar 130 da bor, taxminan plus minus bilan. Aka, rahmat, barakasini bersin. Akam nech pul so'rashdi bu ikkalasini? Bir joyda. Nima deysiz? Hozir keldingiz. Nech pul so'rayapsiz o'zingiz? Bozorda bir ko'rgandingiz. Aka, nech pul so'rayapsiz? Ikkalasini bir joyda. 25. Barakasi bor, xayr barakasi bu tekin joy bor. Barakasini bersin. 25 bir joyda. Bularning bo'ylari birdan ziyod. Aka, rahmat, charchamanglar. Assalomu alaykum, hormaylar akam. Nech pul so'rashdi aka? 11 qildi. Qo'shmagan, ha? Qo'shmagan, tug'magan. Barakasini bersin. 11 million so'm. Ko'raverasiz. Bunisi nech pul qildi aka? Bunisi ham shunday. 11. Barakasini bersin. Katta-kattalari yo'qmi ekan, ha? Katta-kattalari bo'ladi-ku.
Akajon, assalomu alaykum aka. Savollaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Nish qilishda bo'ladi. 13 dan deyapman, kami bor. Bozor qilganini ayting. Bozor 11.5 dan. 11.5 dan qildi. Tug'magan, qo'shmagan. Tug'magan, qo'shmagan. Barakasini bersin. Hali to'g'ri. Rahmat amaki. Amaki buni nechta so'radi? 10.5 million. Barakasini bersin. Unisi nechta so'radi aka? 11.5. 12 million 200 ga 11.5. Barakasini tug'magan, qo'shmagan ikkalasi ham. Ikkalasi ham tug'magan, qo'shmagan. Mana mavjud tuqqanmi aka? Tug'maganmikan bunisi? Sho'x sal boshqacha. Barakasini bersin aka. Xo'sh, endi qani qaysi tarafdan chiqib ketsa ekan? Ona bola yakka-yakkadan ko'rsatdik. Akam, assalomu alaykum. Nechta qildi ularni? 11 million. 11 million. Qo'shmagan, tug'magan. Barakasini bersin 11 million. Uyda to'rtta yeyib turibdimi? To'rtta yeyib? Ha, yeyman. Kattaga bunisi nechta pul qilishdi? Assalomu alaykum. Nechta so'radi? Egasi kim? Ha, bo'ldi. Barakasini bersin aka. Akalar, shuni o'tib keting, ha? Uzr. Assalomu alaykum, amaki, o'rmang. Ikkalasimi sizdan? Bu tuqqana baribir. Necha marta tug'di bu? 2 marta tuqqan. Hozir qornida bolasi yo'qmi? Nechta so'rashdi? 13.5 million. Xo'p, 13.5 million. Bu uylar akalar 120, 125 chama bor, plyus minusi bilan. Bunisi-chi, amakijon? Buni ham 13.5 so'rab tuqqan yo'q. Bu tuqqana? Ha, tug'magan, ha, bo'ldi. Tug'magan, bunisini ham 13.5. Ikkalasi bir joyda 26. 26, 27 plyus minusi bilan. Rahmat. Qaysi biridan akajon? Ikkalasini? Ya, aka, bemalol. Turing, o'zingiz olmayman. Ha, bo'ldi, amakijon. Nechta qilishdi aka? 11 milliondan so'radi. 11 milliondan. Qo'shmagan, tug'magan. Qayerdansiz? Ravatdan. Nimaga? Tirikchiligami yo? Yo'q, O'zingizgami? Ha, bormi yana uyda? bor. Sotilayotgani? Telefon qilish olsammi? Bitta qoldi. Bittami? Hada kam ekan ekan. Charchang, bozoringiz bersin. Akalar, uzr, shuni o'tib ketaylik. Ko'ring. Mana shu yerdan shunday o'tib olamiz. Egasi kim aka? Lavar aka. Bir boshidan. Aka qaysi biri sizdan? Assalomu alaykum. Egalari yo'q. Xo'sh, akalar bo'ldi. Urg'ochilardan ko'rsatdik, qochmaganlardan ko'rsatdik. Mana bulardan yo'l-yo'lakka bitta ikkitasini olib ketamiz. Aka nechmi so'rashdi? 18. Qornida yo'qmi bolasi? Qornida tug'maganmi oldin? Tug'magan. 18 million so'm, ha? Yem yeb turgan. Mana sizga taxminan nechta kelib berasiz? Zamin shuni ichida yuribsiz-ku baribir. Barakasini bersin. Bo'ylari 1.30 bor, ha? Rahmat aka. Aka nech pulga oldingiz buni? 8.5? Ha, 18.5 dan. Qo'shqorchami? Qo'shqorcha 18.5 dan. Akalar, bozor tushibdimi? Ko'z tegmasini olayotganlar, bosinglar akalar. Endi to'g'ri, anavi qimmatroq bo'lsa, sotarmonga, arzonroq bo'lsa, olarmonga yaxshi. Baribir endi arzon bo'lavergani ma'qul. Assalomu alaykum, amakijon. Ko'rishsak maylimi? Charchamadingizmi? Nechta? Yo, osilgan yo'q. Bunday qilib yaxshimisiz dedim, amaki. Uzr lekin. Nechta qildi? Aytasizmi narxini? Ketaveraymi indamay. Barakasini charchamang. Ana sizga, amaki yaxshimisiz deb endi qo'llardan ushlamay, yelkasiga yaxshimisiz qo'lim ursam, akam xafa bo'lyaptilar. May. Jasur aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Savolaysizmi? Aka, assalomu alaykum. Yo'q, videoga olmayapman. Aka, pulni ko'rsam qiziqaman-da, pulni videoga olyapman. Aka, nima oldingiz, nima sotdingiz? Ho'kiz oldik. Men ho'k 56 dan tarozi. Xorijdanmi? Qayerdan? Eski Forij. Eski Forij. Voy, buncha yaxshi. Havola salqinmi? Xudoga shukr. Yig'la. Zo'r aka. Nech pul ketdi? 42 million bo'ldi. Ikkovi. Ha, ikkovi 42. Tarozigami? Nasib? Ha, 56 dan taroziga bo'ldi. 56 dan chiqdimi taroziga? Necha kilo bo'ldi taxminan? 755 kilo. Opsha 755 kilo. Hozir ko'rsatamiz. Oqi bilan mana bu olasiz akalar. Bo'ldi, mana shu ikkalasi. Barakasini bersin. Ikkalasi 755 bo'libdi aka. Ha, ikkalasi. Barakasini bersin. Jasur aka, rahmat. Ha, Jasur aka yana bormi? Nima qilamiz? Nomer aytamizmi?
Shart emasmi? Bilasan, bozorda ketamiz. Ketib qolamiz. Bo'ldi aka, barakasi bersin. Akam bozorda sotib turaman akajon, shartimizni nomir debdilar. Aka rahmat. Aka mol zo'r boqiladi. Egasi kim ekan, akalar? Assalomu alaykum. Sotilibdi. Qanchaga ketibsan aka? Qancha zo'r? 58 dan tortyapti. 58 dan kilogrammga. Necha kilo chiqibdi? Uzilib ketdimi? Nima bu? Yo'q. 800 628 kilo. 628 kilo. 58 danmidi? Olib ketdimi deyman. 58. Yechildi. 628 kilo. Bizdan boshqa o'zi, bizdan boshqasi yo'q. Ketdiga. Xo'sh, akalar, tarozi bor, taroziga qarab ketamiz. Yomon shoxlar ekan, lekin. Xo'sh, taroziga qarab yuguramiz, tarozi bor. Bismillah. Aylan dumini Tur 195 kilo. Ikkinchisini bo'lgan. Uchinchisimi? Ko'rmay qolibmiz-da. 95. Arqonni qo'yib yuboring, arqonni qo'yib yuboring aka. O'zi. 96. Bo'ldi. Taroziga 496. 95 lazzaka, ey. Endi so'raymiz. 95 urum turtga. Yo'q, o 5 kilo turkilar. Necha puldan olyapsiz taroziga? 55 yarim. 55 yarimdan. 55 yarim aka. 55 yarim. Assalomu alaykum. Bo'ldi aka. Hozir aka. Prosta taroziga kelarmikan, kelmasmikan deb qaradim aka. Charchamayman. Qaysi biri? Mana kattanimi? Assalomu alaykum. Kattaga hormay. Savollaringiz yaxshimi? Bu qanaqa paroda? Assalomu alaykum. Hozir aka. Nima paroda bu? Gollandskiya. Aha. Hali bu buzoq emasmi? Buzoq, ha? Necha so'radi? So'ramadi. Sen necha so'rayapsizlar? 28. Kam bor o'tib ekan joy bor, ha? Bugun faqat talpa bo'layotgan kunmi deyman, ha, bugun. Xo'p, 28 kam bor, aka. 28 kam bor. Bo'lani bo'laylik. Yo'q, aka, o'zlarining olmaymiz. 170 lar bor, ha, adashmasam, ha? Men o'zi bo'yim 180 da, akalar. 170 hali buzoq. Bu qanaqa bu kutadi? Ana rasmlarda onasini emsin. Ana sizga akalar. Aka rahmat, charchamang, barakasi bersin. Akalar, assalomu alaykum, o'rmanglar. Necha pul qilishdi buni? Tegani qali. Endi keldim. Necha so'rayapsiz? Barakasini bersin. Assalomu alaykum, amakijon. Necha pul so'rashdi buni? 25.300. 25.3. Barakasini bersin. 25 million 300 ming so'm. Bo'ylar akalar 1.5 bor. Plus minus bilan hisob kitobda olaverasizlar. Barakasini beraversin. Xo'sh, mana yerda ham bitta kattasi bor, shu kattani ham ko'rsataylik. Buni egasi kim aka? Assalomu alaykum. Aka, buni egasi kim aka? Egasi kim aka? Bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Qachonsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, necha pul so'radi buni kattaga? Necha pul so'radi ekan? Assalomu alaykum. Pastdan akamiz-ku o'zimiz. Shunday. 56 dan. 56 dan so'raydi ikkalasi. Ikkalasini bir joyda, 56 milliondan akalar taroziga. Ha, 56 mingdan uzr, 56 mingdan taroziga. Hisob kitobda olaverasizlar. Mana buni bo'yidan qaranglar. Buni qancha bor? 1.5 aka, necha bor bo'yi taxmin? Bo'yiga tushunmayman shuni. Voy, endi baribir qiziqsiz tortib ko'rgansiz. Ana o'lchab ko'rgandingiz. 1.5 bormi? 1.5 bir olmishlar bormi? Chiqadi, ha? Bir olmish chiqadi. Barakasini bersin, bir olmishlar bor akalar, hisob kitobda olasiz. 56 dan kiloga. 56. Barakasini bersin aka. Bugun shu faqat janjalcha bo'layotgan kunmi deyman, ha? Shunday. Aytdim, bitta mol rosa suzib tashadi. Xo'p, akalar, yana bitta tarozi bor. Mana taroziga chiqgan bolani o'zini ko'rsatmayman, lekin qassob bola o'zi asli o'zimiz tanish aka. Assalomu alaykum. Qachon savollaringiz yaxshimi? Nimaga bo'ldi bu? Necha puldan ketdi? 460 kilo. 460 kilo. Sotilgani 17 millionga berganimiz yo'q. 17 millionga berilmagan. Qarang. Narx kecha haftadan tushdi.
Bu hafta nima bo'ladi? Kelayotgan hafta taxmini. Siz ham shuni ichida yuribsiz, bilasiz hammasini. Yo'q, endi avvalo xudo. Prosta yana sal xavfi bormi yo'qmi? O'zi normalniy narx. Ha, hozir narxi o'rtacha. Bo'ldi. Bu qorinda bolasi bor-a? Qorinda bolasi bo'lish kerak mana. Ichiga bolasi olib chiqqan deyishar. Xo'p, akalar yana bitta tarozimiz bor. Mana shuni ham ko'rsatib qo'yaylik. Assalomu alaykum. 55 dan. 55 dan. Va barakatini bersin, amakijon. 55 dan. 541 kilo. 541 hisob kitobda olaverasizlar. 55. Xo'p, akalar, bo'yini ko'rsatdik ham bo'ldi. Bu yerda aron qilmaylik, yana boshqalardan bir narxlar ko'rsataylik. Hisob kitobini oldilaring. Assalomu alaykum akam. Bo'lajasiz. Ha, bo'ldi akam. Nima baka, rossiyskiymi? Nechta qilishdi? 20? 6 bermadingiz. 26 ga berilmabdi. Bo'ylar akalar, biri 50, biri 55 chama bor, plus minusda olaverasizlar. Qiziqchi taroz qurmadingizmi? Barakasini bersin. Yebishdan muammosi yo'q, xudo olsa. Charchamang. Nomer aytamizmi yo shart emasmi? Charchamang, bozoringiz bersin. Xo'sh, qani kim bor yana? Bir akam, assalomu alaykum. Sho'xlik qilyaptimi? Ikkitalar shu olibsizlar. Sal begona qilayotgandirdan. Nechpil akam bozor? 16.2. Barakasini bersin aka. 16.200.000 ga berilmayapti. Kichkina hali. Xo'sh, bo'yini necha aytamiz akalar? Bo'yi 1.40 atrofi bor chama. Shunaqa chiqam ekan bo'yi? Bo'yini chiqa taxmin. 1.35. 1.35 nari berib bor. Rahmat akam, barakasini bersin. 1.35 nari berib deyishyapti. Xo'sh, orqa tarafda kattaroqlari bormi ham ko'rinmadi. Akalar, assalomu alaykum. Ko'rsatmayman. Sotildi, qaysi bir ketdi? Shu atrofda emasmi? Ig'dami? Ha, bo'l. Voy, akam nima bo'lyapti bugun? Assalomu alaykum. Mana shu odam bir yuzimiz bilan mayli. Qaysi birini savdo so'rayapti? Aha. 22 million kam bor dedi. 21 million 100 ming so'rab beryapti. 22 kam bor deganlar. 21 100 qildingiz bermadilar. 21 million 200. Amaki, qo'shtiraymi ozroq? 5 ga chiqartiraymi? Nima deysiz akam? Ha, bu mana qorani o'zimi? Bu hozir yaqindan bir ko'rsataylik, akalar 2 yashar. Mana bu qorani ko'ringlar, 1.30, 1.35 nari beri bor. 1.40 ham bo'lishi mumkin akalar. Endi sal pastroqda turibdi. Xo'p, 21 million 200 ga narxi chiqibdi. Nima? Yo, chaqirdik o'zlari. Ya bo'ldi, molni o'zini olaveramiz. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Hop, charchamaylar. Xo'p. Barakasini bersin. Xo'sh, yana nima bor bu yerda akalar? Yana nima bor? 45 minutda. Rahimboy. Qaysi birizlar aka? O'taman. O'zimizda tanish bolalar ham chiqaribdi. Ana. Bitta ham janjalchi. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Savollar yaxshi. Nech pul qildi buni? 19 so'radi, bermadilaring. Bo'lgan uyda? Shu ham bor. Barakasini bersin. Ana yerda 55-56 dan taroz yo'rayapti. Olimlar. Yaxshi, lekin bugun narx arzoncha. Ancha arzon. Charchamang. Xo'p, davom etamiz. Akalar, o'zimiz tanishib qoldi, shuning uchun ozroqgina o'zimiz sal hangamamiz bor edi, hangamani qilib oldik. Akam, assalomu alaykum. Nech pul so'rashdi buni? 26 bermadingiz. Bu nima? O'zimiz joydami yo'qmi? Rossiyskiydanmi? Shveddanmi bu? Shvedskiy paroda ekan akalar. 1.60 bor ham bo'ylar aka. 1.60 nari beri bor Shved akalar. Aka rahmat, barakasini bersin. 26 Ozod Norbekovda chiqadi aka. Xo'p, nima qildik? Hammasini ko'rsatdik. Tugatamiz akalar. Menimcha videoni. Uzr aka. Xo'p, videoni tugatamiz astagina. Kam ko'stiga rozi bo'laverasizlar. Aka, nechkalar chiqdi shu?
350 tur ekan shu oxirida o'zi olib chiqib ketgan. Ko'rsalamizmi akam? Ha, yo'q, o'tib ketib qoldi. Kattaga kimdan ekan bu? Amaki kimdan ekan bu? Xo'sh, tugatamiz akalar. Endi qo'y qo'zilarga o'tamiz nasib.